Dunyodagi eng noodatiy urf-odatlar. Hayratlanishga tayyor bo'ling. Har bir xalqning o'ziga xos marosimlari bor. Ba'zilari tabassum uyg'otsa, ba'zilari esa rostdan shunaqami deyishga majbur qiladi. Ba'zilar omad chaqirish uchun piyoz iladi, ba'zilari esa boshida kokos sindiradi. Qaysidir shaharlarda qizlar semirishi moda bo'lsa, ayrim joylarda esa chaqaloqni tomdan pastga uloqtirish bolaning qo'rquvini yengishga yordam berishiga ishonadi. Qisqasi, bu dunyo noodatiy urf-odatlar galereyasi. Keling, sizlar bilan eng noodatiy va g'aroyib dunyoning 5 ta urf-odatini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda Afrika semiz kelin baxtli oila belgisi. Ko'pchilik orzu qiladigan ideal qomat bu yerda unchalik ham ideal emas, chunki Afrikada semiz kelin boy kuyov belgisi hisoblanadi. Bu ularning urf-odati. Qiz qancha to'la bo'lsa, demak uning turmush o'rtog'i ham boqishiga, parvarish qilishiga kuchi yetadigan erkak deb qaraladi. To'y yaqin qizlar ba'zilari maxsus semirtirish lagerlariga yuboriladi. U yerda ularni kuniga 6-7 mahal yog'li sut, go'sht va kaloriyali taomlar bilan semirtiriladi. Hattoki to'y yaqin qizlar ish qilishdan ham ozod bo'lishadi. Bu yerda chiroyli qomat emas, to'kin sochillik va baquvvat bo'lish go'zallik mezoni hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda Gretsiya. Piyoz ilib omad so'rash. Noto'g'ri eshitmadingiz. Gretsiyada yangilar arafasida odamlar eshikka piyoz osishadi. Nima uchun deysizmi? Chunki piyoz yangilanish, o'sish va omad timsoli hisoblanadi. Har bir oila a'zosi piyozga tilaklarni yozib, qizil ip bilan bog'lashadi, eshikka osib qo'yishadi. Xuddi piyoz kabi tilaklar ham qavat-qavat bo'lib amalga oshadi degan niyatda. Bu menga qadimdan ba'zi oilalarda bo'lgan o'zbekcha irim-sirimlarni eslatdi. Ot taqasi baraka, qalampir yomon ko'zdan himoya, ari ini esa mijozlar keltirarmish. Menimcha buni ko'pchilik eshitgan. Xullas, kimdir piyoz bilan, kimdir esa qalampir bilan. Muhimi niyat pok bo'lsa bas, barakani o'zi keladi. Uchinchi o'rin Ispaniya va Hindiston egalladi. Chaqaloq ustidan sakrash yoki tomdan tashlash. Ispaniya va hindlar dunyo marosimini hayratda qoldirishdi. Ispaniyaning Cruz de Muroga qishlog'i har yili o'tkaziladigan El Clacho festivali. Shayton libosida erkak yerda yotgan chaqaloq ustidan sakrashadi. Bu marosim chaqaloqning yovuz ruhlardan tozalash va ularni himoya qilish maqsadida amalga oshiriladi. Hindistonning Karnataka shtatida esa Todli Tosin marosimi mavjud. Bu marosimda chaqaloqlar ibodatxona tomidan pastga tashlanadi va pastda turgan odamlar ularni mato bilan tutib olishadi. Bu urf-odat chaqaloqga omad va sog'liq olib kelishiga ishonishadi. Haqiqatdan ham ispaniyalik va hindistonliklar chaqaloqning omadini sinab ko'rishadi. Buni qarangki, 4-o'rinni ham Hindiston. Kokosni boshda sindirish Hindistonga omaddan ishora emish. Hindistonning Tamil Nadu shtatida har mavsumda Adi Peruki festivalida odamlar boshlariga kokos sindiradilar. Bu marosimlarda hindu imonlilari xudolardan sog'lik va muvaffaqiyat so'rashadi. Kokosni boshga urish Lord Shivagaga bag'ishlangan va ularni 3 ko'zli yuziga o'xshatishadi deb hisoblashadi. 5-o'rinni Indoneziyadagi Dani qabilasi. Yaqinini yo'qotgan ayollar barmoqlarini uchini kesib tashlash bilan egalladi. Bu menimcha vahshiylik bo'lsa kerak, ammo ularning urf-odati. Indoneziyadagi Dani qabilasi uchun yaqin insonni yo'qotish yurakni ezuvchi og'riq. Ammo ularning ayollari bu dardni ichiga yashirmaydi. Ular barmoqlarining bir bo'lagini qurbon qilishadi. Bu marosim ikipali deb ataladi. Ayollarning bosh barmog'i yoki ko'rsatkich barmog'i ip bilan bog'lanadi. So'ngra oila a'zolaridan biri, ko'pincha otasi yoki akasi, barmoqning uchini kesib tashlaydi. Keyin esa yara kuydiriladi. Kuchli ruhiy azobdan tozalanish boshlanadi. Dani xalqiga ko'ra barmoqlar kuch va birlik ramzi, yo'qotilgan barmoqlar esa yo'qotilgan yaqinlarning izlaridir. Bu urf-odatlar qanday ayanchli bo'lmasin, ular o'zlarining samimiyligini Dani xalqi uchun sadoqat va xotirani asrashning eng chuqur yo'li ekanini ko'rsatadi. Bu marosimlar g'alati tuyulishi mumkin, ammo har bir odatning chuqur ishonch, madaniyat va tarix yotadi. Kimdir omadni piyozdan, kimdir esa kokosdan, yana kimdir uchun yurakdagi og'riqlarni barmoqlarda ifoda qilishadi. Muhimi, insoniyat doimo izlaydi omadni, sevgini, barakani va har yurtda bu izlanish o'ziga xos, betakror va hayratlanarli. Ko'rishguncha salomat bo'ling.